Hozir ayamga telefon qilib, aya rohatlangan bu restoranga kirib ketyapman, bir 200 ming plyus bo'lsa katta tashlab bering desa. Qayerga kirib ketyapman desa. Restoranga kirib ketyapman. Shunda qo'yamsan sen? To'g'ri, joyiga jolding. Shunda qo'yamsan sen? Nima ko'ra mana, hozir senga tashlab qo'yaman, bemalol hozir qonning to'ygizishga ketadi. Necha pul tashlaysan? 10 mingga. Aya 10 mingga qanday qorin to'yadi sen? 10 mingga 3 ta kurashga beradi dedi. 10 mingga 3 ta kurashga beradi, shunga yeb olasan. Yo'q, dedim hech bo'lmasa kurashgan o'zi yog'lamani qana yeyman desam. Choy olasan, shu yog'lamasi ketadi. Choy ham 5 ming, bitta choy desam, qayda bu yeysan, bilas. Choy 2 ming bo'ladi, bir chaynak choy damlatsang 2 ming. 10 mingga unda kelmaydi-yu, 3 ta kurashga so'rab choy qaytib yog'laman 2 ming yo'q desam. Shunda kirasan, birtasini choy ichib o'tirgan bo'lsa, aka bitta qo'yib bering desa qo'yib beradi, hammasini ichib olmaydi-ku, mana shu yoningda ishlaydi. Mana suvni chekkalarga ko'radigan bo'lsa, ashtaqa suvni ichib, bittasi o'lib, uchta ichgan ekanman. Rosa suvga. Zo'raydi bo'lsa ham. Hozir 10 ming pulim bor. Lekin men uni 12 mingga oldim. Beklardan mas'ul. Rosa zakat bashi videoni ko'rib. Ayamga tashlab qo'ymaydilar, qatnashlar. Ayamga jo'natib qo'yadi. Mana shu videoni ko'rgan.